do'stlar, bugun sizlar bilan YouTube'da yangi chiqqan All Games kanali va bu kanalni men yaxshisi AVG deb nomlayman va bugun men birinchi videoyim. Counter Strike Special Forces Group 2 yangi o'yin. Klassik emas. Yo'q do'stlar. Eng yaxshi zona qaysi? Hamma uchun har xil zona. Menga masalan Castle zonasi juda yaxshi. Bugun har bitta rejimda o'ynashga harakat qilib ko'raman. Aytgancha. Ketdik. Spacemas bo'lamiz. Qaysi to'pponcha? Nechtadan krisan yo'q bo'lishga harakat qilib ko'raman. Krisa. Krisa xona bo'lib ketibdi bet. Mana krisan kellasi. Ot bo'lmayapti. Bitta kill. Ikkinchi kill. Ikkita krisa, bitta jitayo do'stlar. Krisalar o'zlaricha bizni qasrga hujum qilishyapti ekan. Ko'rsataman men bularga hozir. Jumaliga o'xshab ketishibdi. Ko'pligini bu krisalar do'stlar. M24. Ashitdan snayper uraman. Krisalar ichida o'tirisholmayapti. Bular PUBG'dan qochgan botlarda bular, do'stlar. Do'stlar, hozirda men botlar bilan o'ynayapman. Playerlar bilan emas. Xohlasalang playerlar bilan ham o'ynab ko'raman. Tak. Krisa. Bu yoqqa. O'qlab olish kerak. Bitta krisa pichoq ko'tarib kelyapti. Men krisaga qani? Ana krisa. O'ldirishdimi? Ikkita krisa qolib ketdi. Shetlardan urishga harakat qilaman. Bitta joyda o'tar. Qayerga ketib qoldim? Tak. Yo'q. Krisalar ham bor ekan. Krisa. Bu yoqqa. Tak. Bular ham yo'limga chiqib olgan, do'stlar. To'xtanglar. Topildi. Mana shu yerda bo'lish kerak. Pistik turaymi? Cho'ttu yerda hech kim qolmadi. Bormi? Borga o'xshayapti. Bor ekan. Tak. Ke. Krisa o'qim tugab qolgan ekan. Mana bu yerda bitta joyda o'tar. Pistik top boramiz. Нормальный. Bu ham нормальный sniper.
Uy. Uy do'stlar. Wow! Otish ulgurmadim. Mayli shit. Hech bola qilmaydi. Tak. Oy. Chaq. Dash ketdim. Pislikda. Nimasini qo'ymoqchi edim. Ovoz pasaytirib ketishini hozir nomi esimdan chiqib qoldi. Krisani. Ha, Guleshitil deylardi meni esimda bo'lsa. Hozir esimda yo'q unchalik, meni fikrimcha Guleshitilida. Tak. Bitta joyda o'tar. Kimdir otdimi hozir? Krisan yo'q bo'lsak, mana bunaqa ishlar qilamiz, do'stlar. Sniperda ham keladi o'ylamayapmanmi? Hamdam takrisa bor. Men urib qo'ymasa bo'ldi. Qoch yo'limdan. Krisa. Nechta? Ikkita qoldi. Men bittasi. Bitta joyda jim o'tir. Otib olay seni. Ma'mur kim o'ldirdi? Pastga tushamiz shekilli. Tak. Kim bor, kim yo'q? Yo'qlar qo'lini ko'tarsin. Kim? O'zimizniki. Pauza uchun uzr, men buni joystickda qayerga o'rnatishni bildim. Xo'sh. Tak. Mana shu yerdan uramiz. Mana bitta ham ikkita. Xo'sh. Danger. Botlarda ismi Danger. Meni ismim Danger emas. Men ismim Danger qo'shib kerak. To'g'rimi do'stlar? Xo'sh. Qani ular? Men bitta ham bo'lishi mumkin. Yo'q ekan bu yerda. Bu kim? Pislikda yegin kelyaptimi bu kim? Tirik. Nima? Bir narsa ko'ndagandek bo'ldi. Xo'sh. Qanaqa oldi? Mana bu kim? O'zimiznikilar. Xo'sh. Krisalar qayerda? Mana shu yerda bormi? Yo'q, o'xshabyapti. Xo'sh. Yo'q. O'sha yerdami? Shu yerdami? Bitta qolib ketgan Krisa. Krisa. Ochib ulgurdim. Qanday jallodman. Granata olaylik do'stlar. Sniperlab o'tirolmayman. Bir foydasi tegmadi. Krisami bu? Men birinchi o'rindaman. 1955.
Bu nomni kim qo'ygan ekan? Lekin men aniq qo'ymaganman. No, men nima counter nickimda o'zgartirmaganman do'stlar. Lekin to'xta bratishka. O'likcha pichoq o'xshab kelyapsam, so'q qurolda olib. Yo, sniper yaxshi ekan. Mana shu matchdan keyin boshqa rejimga o'taman. Aniq do'stlar bu. O'lsangchi bo'ldi. Kim? Shu yerda qoldimi Krisa? O'q tugabdi-yu. Xullas, magazin bo'shab qoldi. Berkinishga juda zo'r joy. Yetadi do'stlar, mana endi xo'sh. Yana o'sha Castle zonasi. Klassik emas, Resurrection. Qanaqa adashib boshqa zona tanlayapman. Castle. Qanaqasiga? Men bu poyezd zonada o'ynayolmayman. Statsiyada. Resurrection qanaqa ekanini bilmayman. Anaconda o'ynab ko'raylikchi. Anaconda emas, haqiqiy nomi revolver bo'lishi kerak. Yo, shunga o'xshagan boshqachami revolver. Mencha revolver juda sekin o'tadi. Bo'ldi. Resurrection esimga tushdi. Bu Resurrection rejimda vaqt tugagungacha o'ynaladi, tirilib ketaveradi. Krisami bu? Do'stlar, video zirkali bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ko'proq gapiraman. Qani. Bu yoqqa PUBG'dan qochganlar. Menga sovuq qurol ko'tarib kelyapsan biz zonaga. Ha? Krisa. Bunisi ham sovuq qurol ko'tarib keladi. Voy. Shu paytga muqlab qolammi? Mana Krisani ishini qildim. Bo'ldi, ketdim. Urib ketishdi. Krisalar. O'z vaqtim tugab bo'pti. Bu resurrection rejim men uchun menimcha qiyin. Sal-pal qiynalish bor. Capture flag. Mana shu ham juda yaxshi rejim. To'xta. Juda men rejim tanlamayman.
Tushaylikchi. Ya Special Force Group 2 bo'lgani uchun zona o'zgarganmi? Zona deyapman ekan. Koordinatalar o'zgarganmi? O'qlama. Tezlash. Menimcha koordinatalar o'zgargan. Cho'ta men restriction rejimga o'tdim. Ya counter'da ikkinchi versiya yangilanishdan keyin capture flag kesildi bo'lmaymi? Ovozim juda g'alati tuyulyaptimi? Yo ovozim yaxshimi? Komment yozib ketinglar. Videoni topfasalang katta gap bu. Tushundim. Bo'ldi. Ketdik. Qochdik. Surdik bu yerdan. Orqamdan hozir yugurib kelishsa kerak. Sevine. Ko'p jamoa yutdi. Xo'sh. Nima qaysi miltiq tutsam? Drabashka olaymi? Pistik olaymi? Yoki M249 bir olib ko'raylikchi. Bu ham yaxshi miltiq do'stlar. Zombida normalniy. Arzon. Lekin hozirgi paytda juda qiynayapti odamni. Shu paytga o'qlayman. Ayım jonga tegdi bori. Bo'ldi. Turamiz men burchakdan. Do'stlar ko'ryapsizlarmi? Risk deyiladi do'stlar, bu risk. Riskimni chiqarib ketishdi archerlar. Yangi chaqirdiqmi? Bo'ldi, tushundim. Bunga pul yetmaydi. Devor olamiz. Wall. Doimgidek o'zim bayroq olgan boraman. Men bu botlar qanaqadir bayroq bo'ylab ham o'tirishmaydi. Krisalar. Pistik ishlaymanki, bunday yaxshi. Orqamdan ochyapti. Hozir men orqamdan yurishadi. Men bunga tayyorgarlik ko'rib qo'yganman. Agar keladigan bo'lsa. Hoppa. Shu yerdan motordan bo'ldi. Pastga tushdik, hujumni boshladik. Davay, hujum qilamiz. Bayroqqa. Vay! Motor paytda bosdim. Ot! Yangi tug'ilgan bot ekan.
Nu, cho'ta bekor qildim, o'lishim aniq. Da. To'g'ri chiqdi. Bo'ldi. Endi boshqa rejim. Zombi. Nu do'stlar, shu zombini o'ynab olib, menimcha videoni tugatsagan bo'ladi. U qora alfa. Bu yerda kalla bilan o'ynash kerak. Kalla bilan o'ynash degani nimani tushundim. Hamma har xil narsani tushunadi, men mana bunaqa ish qilish kerak deyman. U faqat kelib qoldi. Ey, pidaras, orqadan kelib qoldi. Cho'chib ketdim. Xo'sh, barel bilan bo'ldi. Hozir urib ketishadi cho'ta meni. Urib ketish. Voy, yanami? Вообще bular kris olib ketibdi-yu. Вообще zombilar kuchayib ketibdimi do'stlar? Bo'lsangiz kelishmaslaridan orqamdan kelyapti. Ishi, Krisa. Mana shu yerda urib ketmasa bo'ldi. Krisani tushirib yuborishim kerak. Bir narsa. Bo'ldi. Bu Krisa. Вообще yangilanishdan keyin kuchayib ketishibdimi? Yangilanishda ancha oldingi yangilanishni deyapman. Yaqinda yangilanish bo'ldi, o'ylamanglar do'stlar. Ancha avvalgi Special Force Group 2 bo'lganini deyapman. Krisalar miyalar kuchayib ketibdimi? Uy! Krisa. Do'stlar, hozir zombida eng yaxshi normalniy zona mana shu yerda bekin emas, zombi. Eng yaxshi zona mana shu zona. Do'stlar, hozir sizlarga isbotlab beraman. Faqat juda ehtiyot bo'lish kerak. Bu yerda krisalar bor, mana uchib orqalaringdan keladi. Ularni chiqib kellasiz. Yo'q, qanday? Krisa, bularda kalla yo'q edi-yu. Bu yerga lekin chiqish nimaga? Chicha qol. Ikkita dona. Krisalar kallasi bor desam, haligacha to'liq kallaga aylanmabdi. Spet granata bo'lganda. Ishi. Va do'stlar, shu bilan videoni tugatamiz.